Gumi diyorimizga adla, apalar, ati-singillar, bugun biz Gumi diyorimizda joylashgan O'stir avom ipak raqlarida xosiyat qurbatimiz, xayrigul asadimiz, Gulbar ro'zadimiz, andan boshqa yana Iqsoq Sulaymon, Malik Bektur apandim bilan yuz ko'rishdik. Bir ishqiz gapirgan bo'lsanglar. Salam, Gumi diyardagi suyimlik qarindoshlar. Bugun shunday bir hayajon ilkida mushu O'stir avom ipak sarayda turibdimiz. Shunday hayajonimiz chunki sizlarning o'zinglarning izilligidan har qatim Gumiga kelsak, shunday yaxshi aslarimiz mushu yerda qiyotidi. Salam, güzel Gumi'deki aziz qarindoshlar, chiroyli, güzellikni sevuvchi xonim qizlarimiz hammalarga salam. Mana biz bugun naytdi güzel bir vaqtda mana Xayrigul Hasan xonim, Iqsoq Sulaymon, Malik Bektur, Gulbahor Ro'zi xonim biz hammamiz birlikda sizlar uchun Gumi nahiyasidagi eng avval joylarga joylashgan O'stir avom ipaklarini maqsad etish sarayda sizlar uchun mulozimat qilyapmiz. Har vaqt sizlarniki shu O'stir avom ipaklarini qo'llab, do'koniga qadam tashrif qilishinglar uchun qalbimizda umid qilamiz. O'stir avom ipaklari har vaqt sizlar uchun mulozimat qildik. Salam şu Gumi diyardagi güzellikni sevuvchi xonim qizlar hammanglarga Gulbahor Ro'zining o'tib salomlar bo'lsin. Mana men Gumi nahiyasiga ikkinchi qatim kelishim, oldingi qatim 5-oy ishida kelganda sizlarni ko'rib shunchalik xursand bo'ldim. Sizlarning xushxo'ylig'inglar, sizlarning shu bizni qo'llig'inglardan intayin xursand bo'ldim. Biz bugun O'stir avom ipaklariningki shu avom ipaklari shaharchisida jam bo'libmiz. Bugun shunday shunchalik qaynoq bozor bo'ldi. Nimishqa sizlar shu O'stir avom ipaklarini shunchalik yaxshi ko'rib, shunchalik yoqtirib kiyibsizlar. Hammamiz xursand bo'ldik shundaqo. Rahmat. Salam, Gumi nahiyasidagi azizlar, yaxshirotamsizlar. Men bugun shunchalik hayajonda. Chunki shu O'stir avom ipaklariniki har qaysi o'rinlardagi muqim setish do'konlarida o'tkazilgan minnatdorlik bildirish faoliyatiga ustozlar bilan birlikda bir riyosatchilik qilish fursatiga erishdim. Chunki ma ustozlarimiz bizniki avom O'stir ipaklarining obraz vakillari. Gulbardan bo'lsa, nihoyat qimmatli bizning san'atkorimiz. Bugun biz shu Gumiga kelgandan keyin mana naq maydon ko'ryapsizlar. Mayli bizning boy qobiliyatlarimiz bo'lsin va yoki bo'lmasa mana shu naq maydonda mas'ul tutgan azizlarimiz bo'lsin. Mana yana avatidimi apaylarimiz O'stir avom elib hamidi. Chunki O'stir o'zining ishonchi bilan, suti bilan har xil sarxil turlar bilan avomga shunchalik yaqinarlik turyapti. Shuningdek barcha xonim qizlarimizniki bo'lsa, men shunday suhbat qilgan kasb egalarininki mal mas'uliyatlarini cho'qim o'zaro hamkorlik asosida qo'llab berishinglarni yana bir qatim samimiylik bilan umid qilamiz. Güzellik hammalarga bo'lsin. O'stir avom ipak raqlarini setib olmoqchi bo'lsanglar, Gumi nahiya konsa Alavom doktorxonasiga taraf joylashgan O'stir avom ipak raqlari kelishinglarni qarshi olamiz. Bugun kelgan tuqqanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi bir gap so'rayapman sizdan. O'zingizni bir tunishtiring. Men Gumi diyoridan Shinjon G'arbiy yo'l madaniyat tashkilotida shu asosdan tashviqot bilan shug'ullanaman. Rahmat. Tashviqot ishlarining texnik sifatli, texnik ishonchli bo'lishini biz ishlab turgan hammamiz chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Seni bana atıp aymanında yatayım. Ben seni bana atıp aymanında yatayım. Üzüldüm kendini az dert senin derdin tatayım. Üzüldüm kendini az dert senin derdin tatayım. Seni günde oynayayım, yollarına karayım. Seni günde Al çavak birleşti şunda o. Bunundan da bizim avazımız birleşkanda kulak. Çavakla avaz ketti. Manna umamdı bana. Demiş. Qatim yalğız o'zim bir kelgan kema Gulbar xonim bilan xosiyat singlim ular kelgan vaqtda men bolalarning qishinchiroq yer bo'lib qoldim. Shuni kelolmagan. Sizlarning bizga qoldirgan nimanglar bek yaxshi. Gulbarmi bek aslimamda shundaq jushqun jangovar, voy Gumi degan xonimlar bek bir madaniy, chiroyli isil ketgan deganda. Buni yaxshi ma'lumdan turibsiz. Endi bugungi to'yim bek chiroyli superiyalarni ko'rdik. Nurg'un superiyalarni haqni uchish ko'rdim. Lekin O'stir shirkatning ishlagan superiyasi faqat o'xshamaydi. Birisi yo'lbos, birisi mushuk
şu. Doğru mu ya? Öztür şirketinin süperisi xuddi yol vasıtak bir xil julanıp, muş pankıraqları, gülleri, şundaq özlüğü bilen bir xil adam yıkışıp göründü. Şundaq mı? Şundaq. Hemse, hem de muş şirket qarta yak bizga qarta, yana qandaq talaplarımız var. Nurgun adamlar talap qo'yinglar, fikringlar barmisa, fikrimiz var. Bu kiyimni sil kiyiveri pulimiz yetishmayapti, buni olib qaqa deydi. Ante süperi yaratmak nait peki. Çünkü pek yaxşı süpetlik. Kesin pek yarışımda. Hem de başa Öztürk şirketindeki yeni ama yaxşı boğan, yeni süpetlik boğan. Yipeklerine çıkışına çıktım gibi tanımaya. Rahmat. Şunun niyetlerinde bu kadar birlik girmeyle bayılır. Şirket şundak zor çıkırmadılı. Misaliye kiyim geçektin bugünkü 100 tane tohumun içine bir kiyimlikten 75 tal rak. 25 tal çarpı var.